Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Sug'urtalar haqida savol bo'lib ekan. Sug'urta berish yoki odamlardan shuni olish shariatda bor narsami, yo'qmi? Ya'niki u sug'urta nima desa, sug'urtaki masalan bir odamdan pul olishadi. Hammadan ma'lum bir miqdorda pul yig'ib chiqishadi. Shu shartga ko'raki, agar shu odamni o'ziga yoki bir uy joyiga yoki masalan minib yurgan mashinasigami, nimasiga bo'lsa ham bir kasofat yetib qolsa, bir balo qazo yetib qolsa, keyin o'sha shirkat kelib yoki o'sha davlatdagi bir muassasa kelib o'sha insonga shu pul berib yurganligi uchun uni uyini tiklab berib ketadimi, mashinasini tuzatib beradimi yoki uni o'ziga bir kasal bo'lsa kasalligini davolab beradimi, shu odam bir pul berib yurganligining evaziga. Mana shu narsa sug'urta deyiladigan bo'lsa, bu shariatda harom, bir necha jihatlardan nojoiz. Bir necha jihatlardan nojoiz. Birinchidan, bu masalada ribo bor. Ribo shuki, bir odam masalan 100 ming so'm pul beryapti sug'urtaga. 100 ming so'm pul bergandan keyin, o'sha sug'urtani berib yurgandan keyin bir 10 yildan keyin unga bir korhol bo'lib qoldi, davolanmoqchi. O'shanda u sug'urtani olganlar kelyapti-da, shirkatmi, muassasami, kim bo'lsa ham uni o'sha 1 million so'mlik qilib masalan davolab beryapti. Bu odam go'yoki 100 mingni berdi-da, 1 million so'm qaytarib olgandek bo'lyapti. Mana bu riboni aynan o'zi deyiladi. Bu riboni aynan o'zi deyiladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganki, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallohi va rasulihi. Agar riboni yig'ishtirmasanglar, Alloh va rasulidan o'zlaringga jang e'lon qilibsizlar degan. O'zlaringga Alloh rasulidan jang e'lon qilinglar degan. Bu hol xuddi shu ribo bo'lyapti. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna va la tudlamun. Agar tavba qilsanglar degan, ra'sumollaringni olishlaring mumkin degan. Ra'sumol degani ya'ni o'sha asosiy qo'yilgan, berilgan pul, o'shani qaytarib olishga haqqi bor. Agar o'sha haqiqatda unga bir o'zigami, ulovigami, uyigami korhol yetganda borib o'sha sug'urtaga olgan odamlardan meni shu bergan pulimni o'zimga qaytarib beringlar desa, ular shuni bersa haqqi bor. Lekin boshqa ziyodasini olishga haqqi yo'q, chunki bu ribo bo'ladi. Mana shu jihatdan harom, birinchisi. Ikkinchisi, buni bay'ul g'arar deyiladi. Nahan Nabiy sallallohu alayhi vasallam bay'ul g'arar sahih hadisda kelgan. Bay'ul g'arar nima desa, noaniq narsani sotishlikdan Rasululloh qaytardilar degan. Bu hozir noaniq narsa. Ya'ni men masalan oyigami, yiligami sug'urtaga deb 10 ming so'mdanmi pul to'layapman. U noaniq narsaga pul to'layapman men. Go'yoki noaniq narsani, yo'q narsani sotib olyapman pul berib. Nimaga desa, chunki menga hali o'zi bir balo yetadimi, yo'qmi? Yoki yetganda o'shanga muhtoj bo'lamanmi, yo'qmi? Yoki meni uyimgami, ulovimgami, sotib olgan har qanaqangi narsamgami shu ofat yetadimi, yo'qmi? Noaniq narsa, noaniq narsaga bir pul olishdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Nahan bay'il g'arar deyilgan. Boshqa bir hadisda bima ta'khudhu mal akhik deganlar. Birodaringning molini nima evaziga olyapsan? Ya'ni aniqmi bu? Olayotganingda shu narsani bir kun to'lab berishliging aniqmi? Bu sug'urtada aniq emas. Hech kim u kelajakda nima bo'lishini bilmaydi, qadarda nima bo'lishini bilmaydi. Shu jihatdan ham harom. Bu ikkinchi jihati. Uchinchi jihati sug'urta haromligini bu qimorga kiradi. Qimorga kirishligining sababi shuki, masalan men har yili 10 ming so'mdan to'layapman. Har yil 10 ming so'mdan shunga sug'urtaga deb to'layapman. Mashinam uchunmi, jonim uchunmi, uyim uchunmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shunga to'laganimdan keyin bu ehtimol meni o'zimga umrim bo'yi kelmasligi ham mumkin, avlod ajdodimga ham hech kimga kelmasligi mumkin. Go'yoki bu lotereyadek hamma to'lab yuradi, keyin bittaga chiqib qoladi u. Lekin baxtsiz lotereyada bu, ya'ni shu bittaga chiqib qoladi. Bittaning shu boshiga bir korhol tushganda hammadan yig'ilgan bu pul borib bittaning qo'liga tushadi. U odam go'yoki lotereyasiga o'yin chiqqan odamdek, baxtsiz hodisa tufayli lotereyasiga o'yin chiqqan odamdek bo'lib qoladi. Ayni qimor shu o'zi. Ya'ni boshqalar ziyon ko'rishining evaziga bitta odam foyda ko'rishi yo'q joydan. Mana shu qimor deyiladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda innamal khamru val maysiru val ansabu val azlam rijsun min amali shaytoni fajtanibu. Xamir ichish, qimor o'ynashlik va bu sanamlarga sig'inish hammasi shayton amalidan bo'lgan iflosliklar, bulardan chetlaninglar degan.
Ya'ni buni aroq ichishga tenglashtiryapti. Qimor o'ynashdi. Va yana but sanamga sig'inishga tenglashtiryapti. Bu shayton amalidan bo'lgan ifloslik deyapti. Bundan chetlaninglar degan. Bu ham hozir xuddi shunga o'xshab qolyapti. Ya'ni qimorga o'xshab qoladi. Qolganlar bir tasodifiy narsaga pul tikishini evaziga bir odam o'sha baxtsiz hodisaga tushgan holatda o'shanda foydalanib qolyapti. Bu o'sha qimor deyiladi. Keyin yana bir 4-ko'rinishi bor. Bu riboga yordam berish jihatidan ham harom bo'ladi. Agar u odam o'zi ribo qilmagan desak ham, ya'ni kimdir aytsaki, mayli, shu men sug'urtasini beraman, lekin men vaqti kelganda faqat shu bergan pulimni olaman. Ziyoda olmayman desa, unda ham harom baribir. Nimaga desa, ya'ni ziyoda olmasdan o'shani o'zini endi berib qo'ygan odam oladi, uni yuqorida aytdik. Ya'ni berib qo'ygan odam bo'lsa, u fa intubutum dedi. Tavba qilgandan keyin endi olaveradi o'zini pulini. Hozir savolda bu yerda aytayotganligimiz, ya'ni shu niyat bilan berish ham mumkin emas. Men ribo qilmayman degan niyat bilan berish ham mumkin emas. Sabab buni oladigan shirkatlar, sug'urtalardimi yoki o'sha muassasalar hammasi bu pullarni bankka qo'yib, uni keyin foizga ko'paytirishadi. Ya'ni o'sha keyin bankda hisobiga qo'yib, uni ma'lum bir foiz bilan ko'paytirib borishadi. Shuni evaziga ular foyda ko'radi chunki. Quruq birovlardan yiqqanda ularga hech qanaqa foyda yo'q. Birovlardan pul yig'ib birovga berishlikda. Ular nima qiladi o'shanda? Birovlardan pulni yig'ib shuni bankka qo'yadi-da, bankda keyin shuni foiz bilan ko'paytirib yiliga birovga keyin bir kor hol kelib qolganda o'shanga shu foizlardan boshqadan foyda qilib beradi. Bir odam endi sug'urtaga pul to'lasa, yoki shu bankka ribo qilish uchun, sudxo'rlik uchun, ya'ni foiz qo'yish uchun pul to'layotgandek bo'ladi. Ya'ni bu sudxo'rlikka yordam bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda riboni yeyuvchisini, beruvchisini guvohigacha la'natlaganlar. Mutlaqo hamma o'sha ishtirok etgan insonlarni la'natlaganlar. Biz buni oldin ham ko'p aytdik, ya'ni. Shuning uchun sug'urtalar, hozir men bir misol tariqasida bir 4 ko'rinishini aytdim, haromligiga sabab bo'lgan zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Bu bir-biridan ziyoda bo'lgan harom ishlar, ustma-ust bo'lgan harom ishlar bular mana. Bundan boshqa suratlari ham, ya'ni bundan boshqa haromlik jihatlari ham bor. Shuning uchun sug'urta qilish mutlaqo mumkin emas. Endi agar majburiy bo'lsa, u boshqa gap. Endi bizdan majbur qilib olib ketgandan keyin nima qilamiz boshqa? Endi deyilishligi mumkin, lekin inson ixtiyori bo'lsa, iloji boricha o'shanga bermaslikka haqqi bor. Lekin bir narsani bu sug'urtada, ya'ni yodda tutish kerak. Islomiy sug'urta qilish ham mumkin. Qanaqa bo'ladi u? Ya'ni islomiy sandiq deyiladi. Qanday desa, hamma masalan o'zi bir-birini bilgan, tanigan odamlar, musulmon odamlar o'zi rozi bo'lgan holda bir sandiq qiladi o'rtaga. O'shanga masalan oyligidan hammasi bir 10% mi, 5% mi qancha bo'lsa tashab qo'yadi. Qancha bo'lsa o'zi ixtiyori bilan, hech kim uni majburlamaydi. Tashab qo'yadi. Nimaga desa, shu pulni mana men xayr ehson sifatida tashayapman. Kim shu bir boshiga balo qazo tushib qolsa, shundan foydalanadi. Nariga odam ham xuddi shunaqa qilib tashaveradi. Nariga 3-chi odam ham xuddi shunaqa qilib tashaydi. 4-chi odam ham xuddi shunaqa qilib, 5, hokazo. Hamma o'zi shunchaki go'yoki sadaqa e'tibordan tashaydi. Keyin kimni boshiga bir balo qazo kelib qolsa, o'sha inson olib shundan foydalanaveradi. Go'yoki bir baytul moldek bo'ladi bu narsa. Hech kimni bu yerda unga hech kim majburlagan yo'q, hech kim unga bir soliq solgani yo'q, hech kim unga bir shart qo'ygani yo'q. Hamma o'zi rozi bo'lib ixtiyoriy tashayapti. Ana shunaqa bo'lsa bu boshqa gap, islomiy sug'urta deyiladi. Endi o'shani bir tadbiq qilib turadigan odamlar bo'ladi endi u yerda. Ya'ni o'shani masalan hisob kitobini qiladi, tarqatadi, boshqa qiladi. Ma'lum bir odam bo'lish kerak. O'sha odamga shu sug'urtaning ichidan pul ajratish, sug'urtaga tushayotgan pullar, ya'ni o'sha holiga qolayotgan islomiy sug'urta, ya'ni o'shanaqangi islomiy sug'urtaga tushayotgan pulni o'zidan unga bir ma'lum oylik ajratish, bunaqa narsalar keyin joiz bo'laveradi. Chunki bu yoki sadaqa bo'lyapti bu. Lekin yuqoridagi davlatni sug'urtasimi, u shirkatning sug'urtasimi, bankning sug'urtasimi, bunaqa narsalar bo'lsa, bu nojoiz. Yana birga nojoizligiga sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi min nafsihi. Musulmon kishining moli ko'nglidan chiqarib bermasa halol emas deganlar. Mana bu 5-sabab sug'urtani haromligi. Shu odamlarga qarasak, aksari shunga norozi bo'ladi. Menga nima kerak shu deydi. Ya'ni boshimga tushsin avval, o'zimizda bir mag'ol bor, boshga tushganini ko'z ko'radi deydi. Ya'ni haqiqatda boshga tushsin o'sha holat, keyin bir gap bo'lardi deydi. Ya'ni odamlar shu majburiy ravishda beradi o'shani. Bu haromligini mana 5-sababi
ko'ngildan chiqarib bermasa musulmonning molini olinishligi halol bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun qodir bo'lgan odam bermasa haqqi bor. Bu balki bermasligi kerak. Endi majburiy kelib olib ketsa, bermasang bir jinoiy javobgarlikka tortilasan degan do'q bo'lsa bilan boshqa bilan olib ketsa, bu boshqa gap, zarurat holati deyiladi. Bu holatda ad-darurat tuqaddaru biqadriha, zaruratlar o'z miqdoricha o'lchanib, o'shanda ya'ni holatga qarab ijozat berilishi mumkin, lekin ixtiyoriy suratda berilmaydi. Allohu a'lam.